O'rmang. Qanchaga baraka qildingizlar? 65 kilogram. Kiloga 65 ming so'mdan. Akalar Greyford Paroda 65 ming so'mdan kiloga baraka bo'ldi mana. 65 ming so'm taroziga 65 ming so'mdan qo'yib bo'linadi, xudo xolasa bu. Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi to'g'ri? Qancha cho'tlayapsiz? Mana birinchi marta olishi. Ha, u 300 kilo teparoq chiqadi. Syomka qilishga o'shanga ham boruvdim men. Gap yo'q, to'g'ridan gap yo'q. Mayli. Qancha chiqadi? 300 kilo tepa. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga yakshanba 2025-yilning 20-aprel kuni. Bugungi video roligimiz akalar Buxoro viloyati Buxoro Bitonka mol bozoridan bo'ladi akalar. Video roliklarimiz ma'qul bo'lsa bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Aslini olganda bugungi akalar xo'sh, Navoiy Quruq mol bozoriga ketishimiz kerak edi. Oyoq osti loy bo'ladi u yoq tomon, o'sha hisobga Bitonka mol bozoriga keldik. Bu yoq tomonga oyoq ostlari asfalt qilingan. Shu uchun demak barchadan uzr so'raymiz. Kelasi hafta xudo xolasa qo'limizdan kelgancha Navoiy Quruq mol bozorining syomkasini qilamiz akalar. Xullas, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, deportingiz yo zapretingiz bo'lsa yoki politsiya bilan qanaqadir muammoingiz tugilsa, qisqagina video qo'yib o'tamiz, shuni ko'rib o'tasizlar. Kimgadir foydasi tegsa akalarimiz biz xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Demak, boshladik. Салам алейкум. Я адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Фамилия моя Попов Леонид Федорович. Assalomu alaykum. Men Popov Leonid Fyodorovich advokatman. Sankt-Peterburg advokatlar kollegiyasining a'zosiman. Bizga oxirgi paytlarda ko'plab O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston grajdinlari tomonidan murojaatlar tushyapti. Politsiya xodimlarining noqonuniy munosabatlari, sud organlarining noto'g'ri qarorlari va shunga o'xshagan turli muammolar. Mana hozir ko'pgina migrantlarning Krasnoy Seloga tushib qolish holatlari ko'payib boryapti. Biz ularni tezroq vatanlariga jo'natib, ishlarni sudga oshiryapmiz. Qaytib Sankt-Peterburgga kelganlarida sudlashib, zapretlarni sud orqali yechishda yordam beryapmiz. Bir narsaga e'tibor berish kerak. Krasnoy Seloda shtraflarni to'lamay, sal ertaroq jo'natib yuborish xizmatlari bor. Ehtiyot bo'lish kerak. Muddatidan oldin ketgan va shtraf to'lamagan migrant deport zapretini sud yechmaydi. Agar yana qaytib kelaman desangiz, albatta qonunga rioya qilish kerak. Demak, ona bola sigirlar qatoridan bo'lsa. Assalomu alaykum. To'g'ri, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ya, bemalol. Xo'p, o'zimizning Mesni Paroda, shunaymi? Mesni Paroda sigirlarimizdan akalar. Xo'p, ishqibozi bo'lsa, demak, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bo'ylari biri 30 plusligi bor akalar, biri 35 atrofiga chiqib qoladi. Yelin narxlari 5 sm, 6 sm atrofiga. O'rtabadan quruq qo'shakka saqlangan. Yemni yuzi ko'rmagani, to'g'ri, shunaymi? Xo'sh, bola bu qancha ekan? Qorni qanchalik bo'g'oz? 3 oylik bo'g'oz. Shunda nechinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi? 4-inchisiga ana bu 3-inchisi. Ha, bu 3-inchisi, 4-inchisiga bo'g'oz. Xo'p, akalar sigirimiz kavsh qaytarib turib, sog'lom sigirlarimiz mana. Bosh qismiga e'tibor qilasizlar, yelin narxlariga oq yelin mana. Umumiy ko'rinish sigirimiz. To bolasi necha oylik bo'lgan? 6 oylik bo'lgan, ha? 6 oylik bo'lgan akalar bo'lasa. Narxini qancha aytamiz to'g'ri? 30 million so'rayapman. 300 million. Bozor ham narx berdimi? 24,5 narx savdo bo'lib bergan. 24,5 ga bermayapsiz. Telefon raqamingiz bormi to'g'ri? Ayting. 91 91lik 446 446 42 29. 42 29. Aloqaga chiqasizlar. Necha litr sut ketdingiz hozirga? 5 ta 6 ta. Akalar bu sigir kam sut bermaydi. Faqatgina hozirga 5 ta 6 ta sut berayotgan bo'lsa, quruq qo'shakka saqlangan variant sigirlarimiz orqa tomondan ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Xullas, ishqibozi bo'lsa aloqaga chiqasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Keyingisidan akalar e'tibordan zo'riga ishqiboz akalarimiz bormi? O'zimizning Qizilcho'l parodalardan akalar. Xo'sh, bola qo'nojimi bu qachon bu? Bola bu qacha? Sigirimiz biri 35 atrofiga chiqib qoladi. Idishni bearmon solgan variant. Akalar yil narxlarga e'tibor qiling. Narxlari 8 sm atrofiga. Nechinchi qorin? 4. Bola qo'nojincha. Bu qachami? Bola bu qacha ekan akalar. 4-qorin tug'ishi. Necha litr sutga beramiz aka? 15 ta garantiya berasiz. Demak 20 litr suti bor akalar, 15 litr sutga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Bolachani e'tibordan qiling, bolani e'tibordan bozor qancha baho qildi buni? $2000, 26 million. 26 million savdo bo'ldi. Demak 26 million so'm bozor baho berilmagan.
Umumiy ko'rinishiga e'tibor qiling akalar sigirimiz. Bola ham bu qancha foydalanaman degan akalarimizga. Telefon raqami bormi aka? 90'lik. 90lik. 414, 414 96, 98. 96 98. Yapaloq bo'lgan variantiga ishqiboz akalarimiz mana sigirni zo'ra sizlar uchun. Orqa tomondan ham bitta ko'rsatamiz akalar. Ishqiboz bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa narxlari kelishtirib beriladi. Aka bozoringizni bersin. Xo'p, bu nima ekan? Bola limuzinmi nima? Bola limuzin ha? Bolaga e'tibor qiling akalar. Bolaga e'tibor qiling. Qarab onaga teng bo'lgan. Bir plyusligi bor. 1.5, 1.10 atrofiga chiqib qoladi. Bolani o'zi bu qancha akalar? Foydalanaman degan akalarimizga. 10 stakam rossiyskiy poroda. Bu yerga keladigan bo'lsak, bir 40 plyusi bor. Yil narxlari 6 sm, 7 sm atrofiga. Qayta qo'chganmi yo'qmi? 3 oylik bo'g'oz. Qancha aytamiz narxini, tog'a? 38 savdo bo'libdi. 45 aytibsiz, 38 savdo bo'libdi. 45 aytilibdi demak akalar 38 savdo bo'libdi. Nechinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi? Ikkinchiga, ikkinchi. Ha, bu ikkinchi bo'lasi, uchinchiga bo'g'oz hozir. 3 oylik bo'g'oz. Necha litr sut bor dedingizmi? 10 taga beraman, 13 ta suti bor, 10 taga beraman. 10 taga beriladi akalar, 13 litr suti bor. Xo'sh, bola 6 oylikdan o'xshagan menimcha bu. Yo'q, Shuna? 5 oylik. 5 oylikmi? Zavodga qo'l. Telefon nomeri bormi? Ayting tog'a. 90lik. 90lik. 414, 414 96, 98. 96 98. Bola yoshlik vaqtiga qancha sut bergan aka bu? Zo'r sut beradigan davri. 20 tagacha sut bergan. Xullas akalar hozirgi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Ishqibozi bo'lsa, sigirimiz orqa tomondan ko'rinishi. Galishtayn emas akalar, rossiyskiy poroda. Bosh qismdan ham o'zi tushunadigan tushunib oladi, lekin bolani e'tibordan zo'r bola pachka. Ishqibozi bo'lsa demak bu sigirimiz uchun ham aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Narxlari xudo xolasa kelishtirib beriladi buni. Kimdan ekan bu? Sizdan emasmi? Sandan emasmi? Xo'p. Ha, qaytamiz unda. Qancha ekan bu aka? Hormang. 20 million. O'zimizning местный poroda akalar 20 million so'm narx aytilibdi. Xunojincha bu qachonmi? Bola xunojincha. Bo'ylar 1.25 atrofiga chiqib qoladi akalar. Xo'sh, yil narxlari 3 sm atrofiga. Oz-moz etiga e'tibor qilingan akalar sigirimiz. Nechinchi qorin? Birinchi qorin. Ikkimi? Ikkinchi qorin. Necha litr sutga? 8 ta sutga. Narxini qancha aytdik? 20. Savdosi qancha bo'ldi? 17 million bermadingiz. Demak 17 million so'm bozor baho bergan, berilmagan akalar. Xo'sh, telefon nomeri bormi? 91lik 828 1454 44 54. Necha litr sutga degaga? 8 ta sutga. Mana idishlarga e'tibor qilasizlar. Ishqiboz aloqaga chiqasizlar xudo xolasa. Narxlar 4 tomonga joylashgan akalar, shavaday turibdi xudo xolasa bu yerda. Aka bozoringizni bersin. Xo'p, assalomu alaykum. Savdosi qancha bo'lyapti bu aka? Xunojin ekan, yosh xunojinlarimizdan akalar bu. Voy bobo, oldingizmi sotyapsizmi? Qancha bo'ldi? 18 million so'm ona bola akalar. Bolani eti zo'r. Bola pachkacha bo'lgan. 18 million so'mga baraka bo'ldi bu. Xo'p, darish ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy bu qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshi? Qancha savdo qilyapsiz buni? Qancha savdo bo'lyapti? Qancha savdo bo'lyapti bu aka? Qancha qilyapti, qancha? Savdo bo'lmayaptimi? Bozorlaringizni bersin aka. Bu aka qancha ekan hormanglar? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? 19 talg'ir ishqibozlari bormi? 19 million so'm narx aytilyapti aka talg'ir sigirimiz. G'unojinmi bu qachonmi? G'unojincha 3mi 4mi? 4-qorin, ha? 4-qorin. Xo'sh, yil narxlari 5 sm, 6 sm pilusi bor akalar. Sigirimiz bo'yi 1.22, 1.23 atrofiga chiqib qoladi, umumiy ko'rinishi. Talg'ir ishqibozlari bo'lsa. Qancha narx qildi bu aka buni? Narxi ma'lum. Yuqorisi. Yuqorisi 18gacha bo'ldi. 18gacha bo'ldi. Bozorga o'li aniq narx chiqmabdi demak. Telefon nomeri bormi qiziquvchisiga? Ayting. 99lik 014 1353. Aloqaga chiqasizlar, sigirimizni umumiy bosh qismi ko'rinishi akalar. Ishqibozi bo'lsa, xudo xolasa narxlari kelishtirib beriladi. O'ta suti quyuq bo'ladigan sigirlarimiz, talg'ir sigirlarimiz akalar. Aka bozoringizni bersin. Bu aka qancha ekan bu? Ona bo'ladimi? Bitta o'zimi? 8 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? 5-qorin. 5-qoringa akalar 8 oylik bo'g'oz. Bo'ylari 1.35 atrofiga chiqib qoladigan. Idish solgan variant akalar. 30 million so'm dedingizmi? Savdosi qancha bo'ldi? 24-25 gacha. 24 million 25 million so'mgacha bozor baho bergan demak, berilmagan. Telefoningiz bormi? Ayting. 91
833 86 82 adres qayer? Adres Chorbakir. Cho'rbakir. Akalar aloqaga chiqasizlar ish qilib biz. Sigirimiz kichkina sigir emas, 20 litr sut bergan. 20 litr sut beradigan sigirlarimizdan akalar. Faqatgina mehr bering, sigirlardan foydalanib ketaverasiz akalar. Aka bozoringizni bersin. Bu qancha bo'ldi bu? Hormanglar. 32 million so'mdan xaridlayotgan ona bola sigirlarimizdan. Bola bu qacha, ha? Bolani etiga e'tibor qiling akalar. Bolani etiga e'tibor qilasiz. Bolani e'tibordan zo'r, demak sut quyuqroq. Nechinchi qo'rin? Necha litr sutga? 15 taka. 2 mal. 3-qo'ringa akalar, kuni o'zotga 15 litr sutga garantiya bilan beriladigan. O'zimizning mesni paroda sigirlardan akalar, qizil cho'l paroda. Bo'ylari bir 30 plusi bor. Bir 35 atrofga chiqib qoladi. Bozor qancha baho qildi buni? 27 savdo bo'ldi. 27 ga bermadiz. Telefon Bo'lsa beriladi. 28 bo'lsa beriladi. Telefon nomeri bormi? Bor. Ayting. 91lik 91lik 417 417 68 79. 68 79 aloqaga chiqasizlar akamizga. Aka bozorlaringizni bersin. Xo'p. Bu aka shuni savdosi bo'lyaptimi? Tortator shuni ustigami? Qancha aytdim bu sigirlar? 17. O'zimizning mesni paroda. Birmi, ikimi bu? Birinchi qo'rin tug'ishi. Bolog'un o'jinchami? Bolog'un o'jincha, birinchi qo'rin tug'ish akalar. Bo'ylari 1.25 atrofga chiqib qoladi. Yil narxlari 3 sm. Necha litr sutga? 7-8 ta suti bu. Xo'p. Bozor qancha baho qildingiz? 15 bermadingiz. Ixchamgina akalar 15 million so'm bozor baho bergan. Quruq qo'shakka saqlangan variant. Bormi telefon nomeri? Ayting. 91lik 400 82 88. Xullas akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, bola o'rtabodan. Mana sigirimiz umumiy ko'rinishi. Birinchi qo'rin kavsh qaytarib turib sog'lom variant akalar. Aka bozorlaringizni bersin. Qanchadan bo'ldi bular bu aka? 14 avul. Ona bo'ladimi ikkalasi ham? Bu bo'g'oz, nechinchi qo'ringa? 3-chisiga necha oylik? 6 oylik. Xo'sh, bozor qancha baho qildi? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Endi kelizlar, savdo bo'lmabdi. Akalar 14 million so'm, bo'g'oz varianti. Ikkinchisi ona bo'ladimi? Bolasi ona o'jincha bu qacha? Bola ona o'jincha, mana bo'lachasi akalar. Necha litr sutga nechinchi qo'rin? 10 litr sutga javob ikkinchi qo'rin. 10 litr sutga ikkinchi qo'rin. Buni savdo qilinadimi yo endi kelizmi bunga ham? Holi narx bo'lmabdi. 17,5 bo'libdi. Demak 17,5 million so'm bozorda baho bergan, quruq qo'shakka saqlangan akalar. Ikkalasi ham somon yegan tamom. Telefon nomeri bormi? 95lik 097 2307 akamizga aloqaga chiqasizlar. Ikkalasi ham, bittasi bo'g'oz, bittasi ona bola varianti.